يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا فيه أدرك ما علي وما لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on saboqalaridan o'tayotgan darslarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi o'rganadigan suramiz Alaq surasi. Ushbu surani o'qishlikni o'rganamiz Alloh taoloning yordami bilan. Hop, demak, o'qishlikni boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hop, demak bizda mana birinchi oyat. Bu mana bu yerda hamza vasliya bilan boshlandi. Mana bu harf hamza vasliya bu. Bu hamza vasliya kasra bilan, bu yerda kasra bilan o'qiymiz. Hop, hamza vasliya ba'zida kasra, ba'zida zamma, ba'zida fatha bilan o'qiladi. Bu yerda kasra bilan o'qiymiz. Hop, qachon kasra bilan o'qiladi desa, biz hozir hamza bilan boshlangan kalimalarni, xosatan fe'llarni, mana bu iqro bu fe'l bu va hamza bilan boshlangan, hamza vasliya bilan. Biz endi hamza vasliya bilan boshlangan o'sha kalimani 3-harfiga qaraymiz. Mana bu 3-harfi fathalik. Agar mana shu 3-harf fathalik yoki kasralik bo'lsa, hamza vasliya kasra bilan boshlanadi. Agar bu 3-harfi zammalik bo'ladigan bo'lsa, hamza vasliya zamma bilan boshlanadi. Shuning uchun biz buni bu yerda kasra bilan boshlab o'qiyapmiz. Hop, demak, hamza vasliya bu yerda kasra bilan o'qiladi. Iqro. Hop, qof sukunlik bo'ldi. Qof qalqala qilinadi. Undan keyin ro harfi ham fathalik ro harfi bu yerda. Ro'ni fathasini yaxshi bildiramiz va keyin bu yerda keyingisi esa qat'iy hamza, bu sukunlik. Buni ham sukun qilib talaffuz qilamiz. Iqro. Iqo, qofni qarqara qilamiz. Iqo. Keyin bu yerdagi hamza qat'iya, hamza ham sukunlik. Iqro. Shu tartibda. Keyin bismi. Bismi. Hop, ba kasra bilan bo'ldi. Mana bu ba'ni kasrasini o'zidan keyin mana bu sukunlik singa qo'yamiz. O'rtadagi hamza vasliya bu ham bu o'qilmasini tashlab ketiladi. Bismi. Buni bi asmi yoki bi ismi deb o'qimaymiz. Bismi deymiz. O'rtadagi harf o'qilmasdan tashlab ketiladi. Bismi. Hop, keyin robbika. Robbika. Ro fatha bilan ba harfi ustida mana tashdid belgisi bor. Tashdidga e'tibor beramiz. Robbika. Iqro bismi robbika. Hop, keyin kafni fathasini mana bu lamga, tashdidlik lamga qo'yiladi. O'rtadagi mana bizda yana bitta bu harf ham o'qilmasdan tashlab ketiladi. Bismi robbikallazi. Iqro bismi robbikallazi. Demak, o'rtadagi hamzani o'qimasdan tashlab ketamiz. Hop, keyin lam tashdid bilan bo'ldi, fatha bilan bo'ldi bu va undan keyin zal harfi kasra bilan robbikallazi. Hop, undan keyin bu yerda ya bor. Bu mad bu cho'zamiz buni. Robbikallazi. Ikki harakat cho'ziladi bu. Hop, keyin xalaqo. Hop, xo fatha, lam fatha, oxiridagi qof harfi ham fathalik. Lekin biz buni sukun bilan o'qiymiz va sukunlik bo'lganda qalqala sifat bilan qilinadi. Qalqala sifat bilan talaffuz qilinadi. Chunki oyat tugadi. Oyat tugaganda vaqf bo'ladi. Vaqf bo'lganda harakatli harflar sukun bilan talaffuz qilinadi. Hop, buni yana boshdan o'qiymiz. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Endi keyingi oyat, ikkinchi oyat. Xalaqal insana min alaq. Hop, mana birinchi harf xo. Xalaqo. Xalaqa. Demak, 3 ta harf ham bu yerda fatha bilan bo'ldi. Har bir fatha harakatlarni aniq-aniq bildiramiz. Xalaqo. Hop, endi qofni fathasini sukunlik mana bu lamga uriladi. O'rtadagi harf alif o'qilmasdan tashlab ketiladi. Xalaqol. Xalaqol insana. Hop, sukunlik lamni bildiramiz va undan keyin hamza mana bu yerda kasra bilan bo'ldi.
Xalaqal insana. Hop, keyin bundan keyin bu yerda mana harakatsiz nun. Va bu nunni o'zidan keyingi sin harfini ichiga ixfo qilib kirgizamiz. Xalaqal insana. Va yana ozroq ishlab turiladi shunday. Xalaqal insana. Hop, keyin fathalik sindan keyin bu yerda alif bor. Mad bu. Cho'zamiz buni. Ozroq ikki harakat cho'ziladi. Keyin nun fatha bilan bo'ldi. Va keyin esa mim kasra bilan, undan keyin nun sukunlik. Min. Xalaqal insana min alaqa. Hop, keyin nunda sukunini ochiq bildiriladi, izhor qilinadi bu. Keyin min deb ushlab turilmaydi. Ko'pchilik mana shu yerda nun sukunlik nun bo'lganda ba'zida mana shu izhor qilinadigan o'rinlarda ham ixfo qilib ushlab turadi. Ozroq. Bu xato bu. Min alaq deb o'qimaymiz. Min alaqa. Izhor qilib keyingi harfga o'tib ketiladi. Hop. Keyin ayn fatha bilan, lam ham fatha bilan bo'ldi. Alaqa. Hop, oxirdagi qof harfi esa bu yerda kasra bilan bo'lyapti. Biz buni sukun bilan to'xtaymiz. Oyat tugadi chunki. Min alaqa. Min alaqa. Shu tartibda demak, oxirida sukun bilan qalqala qilib talaffuz qilinadi. Xalaqal insana min alaqa. Endi keyingi oyat. Iqra va robbukal akram. Bu yerda ham mana iqro o'sha so'z bilan, kalimasi bilan kelyapti. Birinchi oyat bilan bir xil. Kasra bilan, hamza vasliyani kasra bilan o'qiymiz. Xo'p, keyin va robbuka va ro. Va fatha bilan, ro fatha bilan, ba harfi zamma va uni tashdidi bor mana. Bu tashdidga e'tibor beramiz. Va robbuka va robbuka. Kaf fatha bilan bo'ldi. Endi mana bu kafni fathasini mana bu sukunlik lamga qo'yamiz. O'rtadagi mana bu alif o'qilmasini tashlab ketiladi. Va robbukal akram. Va robbukal akram. Demak, o'rtadagi alif bu yerda o'qilmasini tashlab ketildi. Hop. Keyin undan keyin mana yerda hamza qatiya bor. A deb o'qiymiz buni. Keyin kaf harfi sukunlik. Va robbukal akram. Oxirida mim esa zamma bo'ldi. Buni biz sukun qilamiz. Oyat tugadi chunki. Va robbukal akram. Hop. Oyatni yana boshdan o'qiyman. Iqra va robbukal akram. Keyingi oyat. Allazi allama bil qalam. Demak mana allazi hamza fatha bilan bo'ldi. Hamza vasliya bu. Allazi lam tashdid bilan fatha bo'lyapti. Allazi. Hop, zaldan keyin ya bor, harakatsiz ya. O'zidan oldingisi kasralik. Demak, bu mad bu, cho'zamiz buni. Allazi ikki harakat mad qilib cho'ziladi. Allama. Allama. Hop, keyin lamda tashdid bor, fatha bilan buni bildiramiz tashdidini. Allama. Allazi allama bil qalam. Bi ba harfi kasra bilan bo'ldi. Va bu kasralik ba'ni mana bu sukunlik lamga qo'yiladi. O'rtadagi mana bu harf o'qilmasdan tashlab ketiladi demak. Bil qalam. O'rtadagi demak alifni o'qimaymiz. Bil qalam. Hop. Q fatha bilan, qof harfi fatha bilan, lam ham fatha, oxiridagi mimni sukun qilamiz. Oyat tugadi chunki vaqf bo'ladi. Bil qalam. Allazi allama bil qalam. Endi keyingi oyat. Allamal insana ma lam ya'lam. Hop. Allama. Demak, bu yerda mana mimni, fathalik mimni sukunlik lamga qo'yamiz va o'rtadagi mana bu yana alif yoki hamza vasliya o'qilmasdan tashlab ketiladi. Allamal insana. Hamza bu yerda kasra bilan i deb o'qiymiz buni. Keyin sukunlik nun bor, harakatsiz nun. Buni o'zidan keyingi sinda kirgizib ixfo qilinadi. Allamal insana. Sindan keyin alif bor. Cho'zamiz ikki harakat buni. Mad qilinadi. Allamal insana. Hop, keyin mim fatha bilan va undan keyin bu yerda mana alif bor. Bu mad bu, cho'zamiz buni ikki harakat. Ma lam ya'lam. Ma deb ozroq cho'ziladi. Malam ya'lam deb alifni tashlab, madni tashlab ketsak xato bo'ladi.
Ma lam ya'lam deb, demak, ma lam deb ozroq cho'ziladi. Ma lam ya'lam. Hop, lam fatha bilan, undan keyin sukunlik mim, lam va keyin ya'lam va undan keyin esa mana fathalik ya va undan keyin ayn sukun bilan bo'ldi. Ya'lam. Ma lam ya'lam. Oxiridagi mim esa sukun bilan bo'lyapti demak. Hop, bu oyatni yana o'qiymiz. Allamal insana ma lam ya'lam. Hop, endi keyingi oyat. Kalla innal insana layatgha. Hop. Kalla. Ka fatha bilan lam harfi tashdid bilan bo'lyapti. Bu ham fatha va undan keyin bu yerda mana alif bor. Va bu to'rt harakat cho'ziladi. Kalla. Buni kamida 2 harakat, demak 4 harakatgacha cho'zsa bo'ladi. 2 va 4 harakatgacha cho'zib talaffuz qilsa bo'ladi. Chunki bu mana bu to'lqinsimon mad belgisi qo'yilgan. Maddil munfasil deyiladi buni. Maddil munfasil bu demak 2 va 4 harakatgacha cho'zib talaffuz qilinsa bo'ladi. Kalla innal insana. Shu tartibda demak 4 harakat cho'zib talaffuz qilamiz. Hop, keyin inna nun fatha va tashdid bilan bo'lyapti va mana bu tashdidni nunni ushlab turiladi ozroq. Innal insana. Shu tartibda demak ushlab turamiz. Va mana bu nunni fathasini mana bu sukunlik lamga qo'yamiz va o'rtadagi mana bu hamza vasliya alif yoki shu hamza vasliya demak o'qilmasdan tashlab ketiladi. Innal insana. Keyin kasralik hamza bo'lyapti. Va undan keyin nun bor. Bu unda o'zidan keyingi sin harfi kirgiziladi bu ham. Bu yuqoridagi bilan bir xil. Bundan oldingi oyat bilan innal insana. Nun fatha bilan bo'ldi. Va sindan keyin o'rtada mana alif bor. Buni ham cho'zamiz. Ikki harakat ozroq cho'zib talaffuz qilinadi. Innal insana. Hop, keyin la fatha bilan va undan keyin ya harfi ham fatha va bu yerda mana to harfi sukunlik. To harfi ham sukunlik bo'lganda qalqala qilib o'qiladi. Qalqala sifati bor buni ham. La yatgha, la yatgha demaymiz. La yat deb havoni ichga yutib qalqala sifatini bildirmasdan o'qiladigan bo'lsa, bu xato bo'lib qoladi. Shuning uchun buni biz qalqala sifat bilan o'qiymiz. La yatgha, la yatgha. Shu tartibda. G'oyin harfini fatha bilan va undan keyin bu yerda mana alif bor. Mana bu alif bu. Bu cho'ziladi bu. 2 harakat cho'zib talaffuz qilamiz buni demak. La yatgha. Shu tartibda demak. Hop, endi bu oyatni yana o'qiyman boshidan. Kalla innal insana layatgha. Endi keyingi oyat. Ar-ra'ahu istaghna. Hop. Demak, mana fatha bilan bo'ldi. Hamzalik a deymiz buni. Ar-ra'a. Hop, endi adan keyin bu hamzadan keyin bu yerda nun bor, harakatsiz nun va nundan keyin esa ro harfi bor. Mana shu nunni roni ichiga kirgizib roga aylantirib yuboramiz. An ro demaymizda ar-ro deymiz. Asli bu nun, bu sukunlik nun. Lekin biz bu sukunlik nun roga yo'liqqanligi uchun nun harfi demak roga almashib, roni ichiga kirgizib demak talaffuz qilinadi. Ar-ro. Ar-ra'ahu istaghna. Ro fatha bilan va undan keyin hamza fatha bilan bo'ldi mana bu. Va hamzadan keyin bu yerda mana alif bor. Bu cho'zish 2 harakat cho'ziladi. Mad bu demak. Ar-ra'ahu. Hop, undan keyin o'zida mana o'sha alifdan keyin ha harfi zamma bilan bo'ldi. Ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu. Hop. Endi mana bu hani zammasini to'g'ri mana bu sukunlik lamga qo'yamiz. O'rtadagi mana bu alif yoki hamza vasliya o'qilmasdan tashlab ketiladi. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Hop, demak o'rtadagi harfni o'qilmasdan tashlab ketdik. Hop, keyin sukunlik sin va ta fatha bilan bo'ldi. G'oyin harfi sukun bilan va mana bu nun fatha va undan keyin alif bor. Mana bu alif maqsura deymiz buni. Bu ham mad bu. Buni ham cho'zamiz. Ar-ra'ahu istaghna. Endi keyingi oyat.
Inna ila robbika ruj'a. Inna hamza kasra bilan bo'ldi. Inna va bu nun tashdid bilan buni ozroq ushlab turiladi. Inna ila ozroq ushlab turamiz buni. Ila hop yana hamza kasra bilan bo'ldi. Lam fatha bilan va undan keyin bu yerda mana alif bor. Cho'zamiz buni. Ila inna ila robbika robbika fathali kafni mana bu tashdidli roga qo'yamiz. O'rtada bizda ikkita harf, mana bu alif, ya'ni hamza vasliya va mana bu lam harflari o'qilmasdan tashlab ketiladi. Robbika ruj'a robbika ruj'a demak fathali kafni mana bu ro harfiga tashdidli ro harfiga qo'yamiz, o'rtadagi harflarni o'qimasdan tashlab ketamiz. Ro demak zamma bilan bo'ldi va undan keyin sukunlik jim. Jim harfi sukunlik bo'lganda qalqala sifati bilan o'qiladi. Robbika ruj'a robbika ruj'a deb o'qisak xato bo'ladi. Ya'ni havoni ichga yutib ruj'a deb bu xato bu. Demak buni sukunlik bo'lgan paytida jim qalqala qilib o'qiladi. Ruj'a robbika ruj'a. Keyin ayn fatha bilan va undan keyin alif maqsura bor. Bu ham mad bu. Cho'zamiz buni ham. Robbika ruj'a. Inna ila robbika ruj'a. Endi keyingi oyat. Aro'ayta allazi yanha. Aro'ayta. Demak mana bu hamza fatha bo'ldi. Ro fatha bilan, undan keyin hamza yana fatha bilan. Aro'ayta. Yo sukun bilan ya harfi. Aro'ayta. Endi mana bu ta'ni fathasini mana bu yerdagi tashdidli lamga qo'yamiz. Aro'aytallazi o'rtadagi mana bu harf alif, ya'ni hamza vasliya o'qilmasdan tashlab ketiladi. Aro'aytallazi. Hop, keyin mana bu yani mad bu, cho'zamiz buni. Aro'aytallazi yanha. Hop, ya harf fatha bilan va undan keyin sukunlik nun bor va mana bu sukunlik nun izhor qilinadi. Yanha ushlab turmaymiz buni. Yanha deb ba'zida shunday o'qiydi, bu xato. Yan deb ozroq ushlab havoni burundan chiqarib turishadi, ya'ni g'unna qilib. Bu xato, bunday o'qilmaydi bu. Yanha deb izhor qilamizda keyingi harfga o'tib ketamiz. Yanha. Keyin ha fatha bilan bo'ldi va undan keyin esa mana bu alif bu. Alif maqsura bu. Buni cho'zamiz. Yanha. Yanha. Ikki harakat demak cho'zib talaffuz qilinadi. Aro'aytallazi yanha. Endi keyingi oyat. Abdan iza solla. Hop, ayn fatha bilan bo'ldi va undan keyingi harf ba harfi sukunlik. Ba harfi sukun bo'lganida qalqala qilinadi. Abdan demak abdan desak xato bu. Ya'ni ba harfi sukunlik bo'lganida qalqala qilib o'qiymiz. Abdan. Hop, dal harfi demak fatha bilan va tanvin bilan bo'lyapti bu. Abdan iza solla. Iza demak bu yerda mana hamza kasra bilan, zal fatha bilan va undan keyin bu yerda mana alif bor. Buni mad qilib cho'zamiz. Iza solla. Abdan iza solla. Oxirida demak mana bu ham alif maqsura, bu ham cho'ziladi. Solla. Abdan iza solla. Hop, endi keyingi oyat. Aro'ayta in kana 'alal huda. Aro'ayta. Buni o'rgandik. Keyingisi in kana. Mana bu demak hamza kasra bilan bo'ldi va undan keyin nun harakatsiz nun bo'lyapti. Mana bu nunni o'zidan keyingi kafni ichiga ixfa qilib yashiramiz va yana ozroq ushlab turiladi. In kana. Aro'ayta in kana. Hop, kaf fatha bilan bo'ldi va mana bu kafdan keyin e'tibor beramiz yaxshilab. Mana bu yerda alif bor. Bu ikki harakat cho'ziladi. Mad bu. Kana. In kana. Aro'ayta in kana. Hop. Alal huda. Ala. Hop, demak
ayn fatha bilan, lam ham fatha bilan bo'ldi. Va mana bu lamni fathasini mana bu to'g'ri sukunlik lamga qo'yamiz. O'rtadagi harf alif o'qilmasdan tashlab ketiladi. Hamza vasliya bilan alif. Mana bu harf bu alif maqsura bu. Va mana bu esa hamza vasliya bu. Bu ham o'qilmasdan tashlab ketiladi. Alal huda, lamni fathasini sukunlik keyingi lamga qo'yiladi. O'rtadagi harflar o'qilmasdan tashlab ketiladi. Alal huda, ha zamma bilan bo'ldi, dal harf fatha bilan va undan keyin yana bu yerda mana alif maqsura bor. Bu ham mad uchun. Mad qilib o'qiymiz buni. Alal huda ara'ayta in kana alal huda. Shu tartibda. Demak, endi keyingi oyat. Mana bu yerdan boshlaymiz buni. Aw amara bittaqwa. Aw amara. Demak, bu yerda mana birinchi hamza fatha bilan, vav sukunlik va undan keyingi hamza ham fatha bilan. Aw amara. Mim fatha, ro ham fatha bilan. Bu har bir harakatlarni alohida yaxshilab, aniq bildiriladi. Aw amara. Keyin ba harfi kasra bilan bo'lyapti. Bittaqwa. Xo'p. Endi mana bu bani kasralik bani bu yerdagi mana tashdidlik taga qo'yiladi. O'rtada bizda ikkita harf, mana bu alif va mana bu lam harflari o'qilmasdan tashlab ketamiz buni. Bittaqwa, demak kasralik bani tashdidlik taga qo'yildi. Ta fatha bilan. Va undan keyin qof harfi sukunlik. Bittaqwa va fatha bilan va undan keyin oxirida alif bor, alif maqsura bu. Bu cho'ziladi. Ikki harakat cho'zib talaffuz qilsak bo'ladi. Aw amara bittaqwa. Hop, shu yerda qof sukun bilan bo'ldi. Buni qalqala qilamiz. Qalqalasiga e'tibor beriladi. Bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Hop, endi keyingi oyat. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Ara'ayta. Mana buni o'qidik. Bundan oldingi oyatlarda. Keyin in kazzaba. Bu yerda mana hamza bilan kasralik bo'lyapti hamza va undan keyin nun harf, nun sukunlik bu yerda harakatsiz ya'ni va bu nun o'zidan keyingi mana bu kaf harfini ichiga kirgizib ixvo qilamiz. In kazzaba ara'ayta in kazzaba. Keyin mana bu yerda mana zal harfi tashdid bilan fatha bilan bo'lyapti bu. Kazzaba tashdidni yaxshilab bildirish kerak. E'tibor beramiz bunga. Keyin ba harfi fatha bilan va tawalla. Va fatha bilan, ta ham fatha bilan va mana bu yerda lam harfini ustida mana tashdid belgisi bor. Bu ham fathalik va tashdidlik. Bunga ham e'tibor beriladi. Va tawalla. Oxirida alif maqsura. Alif maqsura demak bu cho'zamiz buni mad uchun bu. Va tawalla. Hop, endi bu oyatni yana o'qiymiz. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Keyingi oyat. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Hop, alam fathalik hamza, lam ham fathalik va bu yerda mana mim harfi sukun. Alam ya'lam, ya fatha bilan, ayn sukun bilan, ya'lam lam fatha bilan va bu yerda mana bu mim harfi sukunlik bo'ldi va o'zidan keyin esa ba harfi keldi. Bu yerda mim ozroq ushlab turiladi. Ya'lam bi annalloha. Alam ya'lam bi annalloha yara. Demak, mana bu harakatsiz mimda ba harfidan oldin kelganligi uchun ozroq ushlab turiladi bu. Bi bo'ldi mana kasra bilan va undan keyin hamza, fatha bilan va undan keyin mana bu nun. Tashdidlik va fatha bilan bo'lyapti. Bi annalloha. Hop. Endi bu nunda bu ham tashdid bilan bo'ldi. Buni ham ozroq ushlab turiladi g'unna qilib. Bi annalloha. Nunni fathasini mana bu Alloh lafzidagi tashdidlik lamga qo'yiladi. Mana bu o'rtadagi harf alif, ya'ni hamza vasli, ya'ni bu o'qilmasdan tashlab ketiladi.
bi annalloha. Hop. Keyin yaro. Yaro. Oxirida demak mana bu yerda alif maqsura bor. Bu ham cho'ziladi. Mad bu. Yaro. Hop, bu oyatni yana boshdan o'qiyman. Alam ya'lam bi annalloha yaro. Hop, endi keyingi oyat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Hop, demak kalla. Hop, mana bu kaf fathalik va undan keyin lam harfi bor, tashdid bilan bo'lyapti. Va lamdan keyin bu yerda mana alif bor. Mana bu alif. Bu mad bu, cho'zamiz buni. Ikki harakat cho'ziladi. Kalla. Hop, mana bu ustidagi belgi, bu belgi vaqf belgisi. Mana bu yerda to'xtasa joiz, lekin to'xtamasdan qo'shib o'qib ketsa afzal degan belgi bu. To'xtasa bo'ladi, joiz to'xtash, lekin qo'shib to'xtamasdan o'qib ketgan afzal. Shuning uchun biz buni qo'shib to'xtamasdan o'qib ketamiz. Kalla la illam, shu tartibda demak to'xtamasdan qo'shib o'qib ketiladi. Hop, bu yerdagi alifni bildiramiz, ikki harakat cho'zib, keyin lam harfi fatha bilan bo'ldi va undan keyin hamza kasralik va keyin mana bu nun harfi sukunlik bo'lyapti, harakatsiz. Mana bu nunni o'zidan keyingi mana bu lam harfini ichiga kirgizib, lamga aylantirib yuboramiz. Demak, bu yerdagi nun o'qilmaydi-da, balki o'sha lam harfiga aylantirib lamga qo'shib o'qiladi. La illam, la in lam emas, balki la illam bo'ladi. Hop, keyin mim sukunlik bo'lyapti. Hop. Lam yantahi. Yantahi. Ya fatha bilan va undan keyin mana bu yerdagi nun harakatsiz sukunlik bo'ldi va bu nunni o'zidan keyingi ta harfini chekirib ixfo qilinadi. Yantahi va yana ozroq ishlab turiladi. G'unna qilib havo burundan chiqadi. Yantahi. Lam yantahi. Keyin ha kasra bilan bo'ldi. Keyingisi la nasfa'an bin nasiyah. La na. La nas sindi sukunini yaxshi bildiramiz. La nasfa'am. Hop, fa fatha bilan ayn ham bu yerda fatha va tanvin bilan bo'lyapti bu yerda. Hop, asli bu yerda la nasfa'an bo'lgan. La nasfa'an. Bu tanvinni nunini mimga aylantiramiz. Mana bu yerga mana mimni kichik mim yozib qo'yibdi ustiga, kichkina mim. Bu degani o'sha tanvin la nasfa'an bo'lgan aslida. O'sha tanvinni nunini o'zidan keyin ba harfiga yo'liqqanligi uchun mimga iqlob qilamiz, ya'ni mimga aylantiramiz. Buni iqlob deydi. Demak, o'sha tanvinni sukunlik nuni mimga aylanib ketadi va o'qilganida ozroq ishlab turiladi. La nasfa'an bin nasiyah. Shu tartibda demak o'qiymiz. Hop, keyin bin nasiyah. Bi ba harfi kasra bilan va mana bu bani kasrasini mana bu tanvin tashdidlik nunga qo'yamiz. O'rtada bizda mana bu harf va mana bu lam harfi alif bilan va lam harflari o'qilmasdan tashlab ketiladi. Ba'dan keyingi ikkita harf demak. Faqat ba bin nasiya deb turib tashdidlik nunga qo'yiladi. Bin nasiya va yana ozroq ishlab turamiz. Bin nasiya va nundan keyin bu yerda alif bor, mad bu. Keyin sod harfi kasra bilan va ya fatha bilan oxiridagi toy marbuta bu sukun qilib to'xtalamiz. Sukun bo'lganida ha bo'ladi, sukunlik ha. Bin nasiyah. Hop, buni yana boshdan o'qiymiz oyatni. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Hop, endi keyingi oyat. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Hop, nasiyatin. Nasiyatin deganimizda bu yerda mana madni bildiramiz. So'zamiz buni. Ikki harakat. Nasiyatin. Va keyin oxiridagi mana bu toy marbuta tanvin bilan bo'ldi. Kasralik tanvin bilan mana shu tanvinning nunini o'zidan keyin kelgan kafni ichiga kirgizib ixvo qilinadi. Nasiyatin va ozroq ishlab turiladi. Nasiyatin kazibatin. Hop, ka fatha bilan va kafdan keyin bu yerda alif bor. Kazibatin. Kazibatin. Hop, keyin toy marbuta tanvin bilan bo'ldi. Kasralik bu va tanvinning nunini izhor qilinadi. Kazibatin khati'ah deymiz.
Shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Kazibatin deb ushlab turishadi. Bu xato bu. Ushlab turilmaydi bu yerda. Sukunlik o'sha tanvinda sukunlik nunini izg'or qilamizda va keyingi harfga o'tib ketamiz. Kazibatin xoti'ah. Hop, xo fatha bilan va xodan keyin bu yerda mana alif bor. Xoti'ah, xoti'ah. Hop, to harfi fatha bilan kasra bilan bo'ldi va undan keyin hamza fatha bilan va bu yerda mana tavi marbuta bor. Buni biz sukunli ha qilamiz. Xoti'ah. Chunki oyat tugadi. Oyat tugaganda vaqf bo'ladi. Vaqf bo'lganda toy marbuta haga aylanadi. Xoti'ah. Hop, buni yana boshdan o'qiyman. Nasiyatin kazibatin xoti'ah. Keyingi oyat. Endi falyad'u nadiyah. Hop. Fa fatha bilan va bu yerda sukunlik lamni bildiramiz. Falyad'u. Hop, keyin yadan keyin sukunlik dal keldi. Bu dal harfi qalqala qilinadi. Falyad'u. Demak, qalqala sifat bilan o'qiymiz. Hop, keyin nadiyah. Nadiyah. Nadan keyin mana bu yerda alif bor. Cho'zamiz buni ikki harakat. Nadiyah. Hop, dal kasra bilan ya harfi demak fatha va oxirida mana ha harfi zamma bo'lyapti. Biz buni sukun qilamiz. Chunki oyat tugadi bu yerda ham. Nadiyah. Hop, bu oyatni yana boshdan o'qiymiz. Falyad'u nadiyah. Endi keyingi oyat. Sanad'u zabaniyah. Hop. Sanad'u. Demak, bu yerda mana dal harfi sukun bilan bo'ldi. Sanad'u. Sukunlik bo'lganda qalqala qilamiz va undan keyingi aynda zammasini mana bu tashdidlik za harfiga qo'yamiz. O'rtada bizda mana bu alif, ya'ni hamza vasliya o'qilmasdan tashlab ketiladi va mana bu lam ham o'qilmasdan tashlab ketiladi. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Hop. Keyin az-zabaniya ba'dan keyin alif bor. Sanad'u zabaniyah cho'ziladi bu. Hop, keyin oxirdagi toy marbuta esa sukunlik ha qilib o'qiladi. Hop. Sanad'u zabaniyah. Endi keyingi oyat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hop, bu oyat sajda oyati bu. Mana bu yerda mana belgi bor. Bu belgi ushbu oyatni sajda oyati ekanligini bildiruvchi belgi. Demak, bu oyat o'qilgandan keyin sajda qilinadi. Sajda qilishlik vojib bo'ladi va sajda qilinadi. Demak, Qur'onda xuddi mana shu kabi sajda oyatlari 14 ta o'rinda, 14 ta sajda oyati bor va bu sajda oyatlari o'qilgandan keyin sajda qilinadi. O'qigan odam ham sajda qiladi va shu oyatni eshitgan odam ham sajda qiladi. Demak, bu oyatni o'qiganimizda sajda qilamiz. Hop, shu yerda bir masala bo'ladi. Agar biz ushbu oyatni yoki ushbu surani yodlaydigan paytimiz, misol uchun yodlanadigan paytida ko'p takrorlab o'qishlikka to'g'ri keladi. Misol uchun 20 marta, 30 marta, 50 marta yoki balki 100 marta ham o'qishlik mumkin. Shu paytida 100 marta o'qisa 100 marta sajda qiladimi deyilsa, yo'q. Bir marta sajda qiladi yetadi. Demak, mana bir joyda o'tirib shu surani boshidan oxirigacha takror qilinyapti yodlashlik uchun. Boshida birinchi o'qiganingizda sajda qilasiz. Bitta sajda qilishlik o'zi kifoya qiladi. Xo'p, demak bu oyatni yana ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi kalla. Xo'p. Demak, bu yerda mana yuqorida o'tganimiz kabi belgi bor. Bu belgiga to'xtash joiz, lekin to'xtamasdan o'tib ketsa afzal. Shuning uchun biz buni qo'shib to'xtamasdan o'tib ketdik. Kalla. Hop, bu yerdagi alifni bildiramiz, mad bu cho'ziladi. Keyin kalla la. Hop, mayda fathalik lam va undan keyin yana alif bor. Bu ham mad, bu ham ikki harakat cho'ziladi. Kalla la tuti'hu. Hop, ta fatha bilan to harfi kasralik. Tuti'hu. Ayn esa sukunlik. Aynni yaxshilab bildiramiz. Keyin ha harfi zamma bilan bo'ldi. Wasjuda va fatha bilan va mana bu vav harfining fathasini mana bu sukunlik sin harfiga qo'yamiz. Va mana bu o'rtadagi hamza vasliya o'qilmasdan tashlab ketiladi. Demak, bu harfni o'qimasdan tashlab ketamiz. Wasjuda. Jim zamma bilan bo'ldi va oxiridagi mana bu dal harfi
sukun va bu sukunlik bo'lganida dal harfini qalqala sifati bilan o'qiymiz. Wasjuda. Keyingisi vaqotariba. Hop, va fathalik. Va'ni fathasini mana bu sukunlik qofga qo'yamiz. O'rtadagi mana bu hamza vasliya bu ham o'qilmasdan tashlab ketiladi. Vaqotariba. Qofni qalqala qilamiz. Vaqotariba. Hop, keyin esa oxirida ba harfi ham sukunlik bo'ldi va sukunlik bo'lganida bu ham qalqala sifati bilan talaffuz qilinadi. Hop. Ushbu oyatni yana boshdan o'qiyman. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mana ushbu surani o'rganib chiqdik. Endi bu surani yana boshidan birgalikda o'qiymiz. Bir boshdan demak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram. Allazi allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Mana alhamdulillah ushbu surani ham o'qishlikni o'rganib oldik. Alloh taolo darslarimizni bardavom qilsin, barchamizga manfaatli qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Allohu a'lam.